Uyghurlarning medeniyette chikinishidiki tarixiy sەvəplər. Aptori, Ghalip, Barat, ئەرك. Davomi. 4. Sirtqi dunyo bilan aloqa aziyib, bekinmichilik kuchaygan. Xalqimizning madaniyat va taraqqiyotda bunchalik qaloq holatga tushib qolishi xalqaro muhit bilanmi zich munosabatlik. Yuan sulolasi davrida Uyg'ur dengizchisi Yig'mishning g'arbga boradigan dengiz yo'lini echishi, Ming sulolasi davrida Xuyzu dengizchisi Jinxoning dengiz qatnashini yana bir baldoq yuqori ko'tarishi bilan sharq-g'arb aloqasi quruqliqdan, ya'ni quruqliq yo'li bexatar emas edi. Ko'ra dengiz yo'liga ko'chdi. Chunki keyingi o'ttir asrdan boshlab o'ttir Osiyoda bir-biriga qarshi bir muncha ushoq feodal xonliqlar barliqqa keldi. Natijada Ipak yo'lidan iborat bu sharq-g'arb madaniyat iqtisod savdo liniyasi tinish bo'lmaganlikdan asta-asta o'z rolini yo'qotgan. Bu vaqtda sobiq Sovet ittifoqining mualliflaridan Gafirov bilan Miroshenkovlar mundaq deb yozadi. Ipak yo'lining to'silishi hamda Yevropaliklarning Hindiston va Jungoga boradigan dengiz yo'lini echib, uni egallab olish sababidan Markaziy Osiyoning dunyo bilan bo'lgan savdo qatnash aloqasi uzilib qolgan. G'arb bilan sharqning iqtisodiy va madaniyat almashtirish yo'li o'zgarib, Markaziy Osiyoni janub va shimol tarafdan agib o'tadigan bo'lgan. Markaziy Osiyoda yerlik feodal hukmronlik kuchayganlikdan iqtisod va madaniyatni nihoyatda tez xarablashishiga qarab mang'an. Amerikalik ataqliq tarixshunos Stavriyanus apandi dunyo tarixidan yakun chiqarib, dunyoning umumiy tarixi nomli kitobida dunyo tarixi isbotidagi bir ijtimoiy guruhning madaniyatda taraqqiy qilishi, uning qo'shnilarining tajribalarini qabul qilolmaganligi bilan belgilanadi. Bir ijtimoiy guruh erishgan har xil kashfiyotlarni boshqa ijtimoiy guruhlarga tarqatadi. Shunga ularning orasidagi berish kelish qancha ko'paysa, o'zaro o'rganish fursati ko'payadi. Umuman, madaniyatda eng ibtidoiy holatdagi qabilalarmi uzoq jarayonda bekik yashagan. Shuning uchun ular qo'shni qabilalarning madaniyat muvaffaqiyatlaridan foydaga erisholmagan. Boshqacha qilib aytganda, boshqa jo'grafiyalik omillarga o'xshash insonlarning taraqqiyotidagi ochquch millatlar orasidagi yiqilishga bog'liq. Boshqa millatlar bilan o'zaro ta'sir ko'rsatgan ashu millatlarning g'oyat zo'r taraqqiyotlarga erishish imkoniyati intayin yuqori. Chunki ularning duch keladigan taraqqiyot fursati bo'lib qolmasdan yana shallanish besimidir. Navada o'zaro ta'sir fursatidan foydalanib taraqqiy qilmasa, cho'qimla assimilyatsiya bo'ladi yoki yo'qolish xirsini elib keladi. Ya'ni xavf-xatar bo'lmasa, shallanish besimi ular uchun mavjud bo'lmasa, ular aslidagi holati bo'yicha necha ming yil yashaydi. O'ttir Osiyoda yashagan Uyg'ur xalqimi yuqorqi qonuniyatning sirtida emas. Bu chaqda Shinjongda emas, O'ttir Osiyoning boshqa joylaridagi ahvolmi buningga asosan o'xshash bo'lib,
musulmon sharq dunyosi xaroblashishga yuzlanib, burunqi madaniy gullanish butunlay tugashgan. Burunqi ilm-fan gullanishi oxirlashib, xurofiylik va mazhabchilik kuchayib, tafriqiy hokimiyatlar ko'paygan. O'zaro nizolar ko'payib, egilik va xalq turmushi xaroblashgan. Yevropada bo'lsa, ahvol buning aksicha bo'lib, islohot, raqobat jush urib rivojlanib, tabiiy fan, ijtimoiy fanlarda va sanoatda yangi bosish bo'layotgan va sanoat yezi egiligi taraqqiy qilib mashinalashayotgan bo'lib, uchqandek taraqqiy qilgan edi. Biz bo'lsak, bulardan butunlay xabarsiz holda quduqning tegidagi poqidak osmon mushu deb yuriyotdik. Natijada insonlar taraqqiyotiga to'p qo'shib kelayotgan Uyg'ur xalqi uchar gilam, yog'och otda aks etgan havo qatnash orzularimi shu bo'yicha cho'chak bo'lib qilaverdi. Yusuf Hosojibning ilm bilan ko'k chiqili bo'ladiganligi, qul bo'lsimi ilm bilan ozodlikqa erisha oladiganligi haqidagi chaqiriqlarimi bizni o'yg'itolmadi. Biz asrlarni eshak harvisiga o'ltirib o'tkazib keldik. Eshak harvisini alayda qatnash quroli, kala bilan sapanni ishlab chiqarish quroli qilib, asrdan asrga ko'chib kelmoqdamiz. O'zimizni bekik holatda saqlab kelganimiz uchun Yevropa ellarining, jumladan parang va o'rus, juhud ajnabiylarning qanday taraqqiy qilganini pisantimizga olmadik. Velosiped yassa shayton harvi deb atadik. Mushu asrda hatto aeroplanga nima degan cho'ng qush bu deb don chachqanligimiz nimani isbotlaydi? 5. Madaniyat ma'rif jihatdan torliqqa yuzlangan. Hammaga ma'lum bo'lganidek, qadimgi O'rta Osiyoda turkiy xalqlar yashab kelgan ona makon bo'lib, ularning Al-Farabi, Muhammad Xarazmi, Mahmud Kashg'ari, Yusuf Hosojib, Jamal Qarshi, Ahmad Yuknaki, İmaniddin Kashg'ari, Sinqu Sali Tutun kabi bir muncha faylasuf, adib, olimlar yashagan bo'lib, matematika, ya'ni aljabr, adabiyot, ilmiy kimyo, ilmiy mantiq, ilmiy nujum, falsafa, tibobat, naqshsoz qatorliq sohalardan xeyli yaxshi ilmiy muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirgan edi. Mo'ng'ullar davriga kelganda olimlarimizning ilmiy emgaklari Mo'ng'ul imperiyasi bilan nihoyat keng doirada tarqalib o'zini namoyon qildi va dunyo madaniyatining taraqqiyotiga o'chmas tuhfalarni qo'shdi. Masalan, adiblardan Sayyidullah Sevinchiya, Mazuchang, Shuang Fulani, yezigilik olimi Tömür Töbrük, ya'ni Lomingsan, oziqliqshunos Qusquy, yeziqshunos Tatatunga va Joski Xodris, tarjimon Ansang va Bilal Nashil, siyosiyon Lian Shishan, Ahmad, Ömer, astronom Jamoliddin, binokor Axtariddin, yaroqshunos Alloviddin va Ismoil, rassom Kavkakun, olimlardan Chinshiming va Shamsiddin, dengizchi Yig'mish, tarixshunos Lian Xuyshen,
qatarlıqlarning töhpisi sözümüzge dəlil boludu. Uyghurlar öz tarixida başqalarning ilg'or ilm va texnikalarni o'rganish bilan birga o'zining ilg'or narsalarini qo'shni ellarga o'rgatgan. Tömür, kömür, mis, buğday, paxtalarning Şinjangda ichkir o'lkalardan baldirib bo'lishi, Xanzu tilidagi tömür so'ziningmi Türkiy tilidagi tömürdan qisqarab tiye bo'lishi, yuqorqi texnikalarning Şinjang orqali ichkirga tarilishi, qadimiy madaniyatlik bo'lgan Uyg'ur xalqining qandaqdir akilish parvar millat bo'lmasdan boshqalarning madaniyatining javharlarini qabul qila oladigan ham o'z madaniyatining javharini boshqalarga taqdim qila oladigan millat ekanligini ko'rsatib berdi. Ammo Uyg'ur jamiyati 16-asrdan boshlab sopizmning kuchli ta'siriga uchragan. Saidiya davlatining adolatlik sultoni Saidixondan boshlab xonlarning sopilarga murd bo'lish tufaylidan Xo'ja Eshonlar rayonimizda nihoyatda tez ko'paygan. Murdlari kun siri oshgan. Ta'sir doirasi zo'raygan sopilar Qur'on, hadis va so'pliq kitoblardan boshqa barliq madaniyatni cheklab ham bu xil taqibning uzun davom qilishi Uyg'ur xalqini mangu to'ldirib bo'lmaydigan ziyonlarga giribdor qilgan. Uyg'ur xalqi so'plarning dahshatlik ro'yi qul qilinishi, ularni g'olibiyat yo'liga o'rlikka boshlaydigan ilm yo'lidan mahrum qilishi bilan ular ro'yi qulliqqa tushib qolgan. Har qandaq bir millatning millat ro'yi yo'qoladi ekan, shu millat yo'qolmay qolmaydi. Uyg'ur ro'yi yo'qolgani uchun Uyg'ur millati avval Jung'arlarga, ondan Chirik Ching sulolasiga ot eshak o'rnida ishlagan. So'plar o'zlarini Allah bilan tang o'ringa qo'yib, islom aqidalariga muxolif ish qilib, islom dini va musulmonlar uchun putmas tugumas vayronchilik va xorliq ilib kelgan. Ular madaniyat boyliqlarini buzib, madaniyatni mangulik yo'q qilib o'tish uchun tirishgan. Maktab madrasalarini sopizmlik faoliyat so'rinlariga aylantirib, sap aqidalik Uyg'ur xalqini ro'yi qullarga aylantirib qo'ygan. So'pilar hokimiyat beshiga chiqqan va qo'rchoq hukmdor bo'lib turgan vaqtlarda Qur'on va habdiyak birdan-bir o'qishlikqa aylangan. Qur'onning oyatlarimi sopizm ideyalari bo'yicha tafsirlangan. Keyingi vaqtlarda, ya'ni so'pilar taxtdan tushgan. Ammo ta'siri yanada cho'nqur bo'lgan chog'larda ma'rif asta-asta asli kelishga boshlagan. Ammo ijtimoiy fanlar mutlaq asosiy o'rinni tashkil qilgan. Tabiiy fanlar va texnikalar, ya'ni hunar san'at asosan unutildirilgan. O'qitish doirasi bakma tor bo'lib, nashriyotchilik, basma ishlarimi unutilib, qo'lda ko'chirdigan qaloq holatga tushib qolgan. Shu davr ijtimoiy jamiyatiga nazar solsak, faqat shoir, tarjimon, tiyublarla yetishib chiqqan. Hunar san'at yanala natural egilik bosqichida turib qolgani uchun hech qanday taraqqiyotga erishalmagan. Hükümran Ching sulolasi aslida qaloq bir madaniyatning vakiliga aylangani uchun ularmi Uyg'ur xalqiga hech qanday bir madaniyat ato qila olmagan. Aksicha hukmronligini ishga oshirishda foydali Tongchi
ya'ni tarjimon yetishtiradigan maktabdan bir qancha yil ochgan. Shu chaqlarda Uyg'urlarda ta'sir qilgudak, ularda uyg'onish paydo qilgudak biror madaniy taraqqiyot yuksalish bo'lmagani uchun qo'shnilarmo Uyg'urlarga hech qanday ijobiy ta'sir ato qila olmagan. O'rta Osiyo jumladan musulmonlar dunyosi xaroblashib, tushkunlashib ketgan bo'lib, Uyg'urlar asosan ana shu islomiyat dunyosi bilan aloqa qilgan. Uyg'urlarga alohida ta'sir ko'rsatgudak biror ilg'or madaniyat o'z qo'shnilar orasida bo'lmagani uchun doktor Asad Sulaymon aytgandek, Ashabul Kahf uyqusiga g'arq bo'lgan edi. Taqdir tug'ilishdan peshonasiga yezilgan bo'ladi deb qaragan xalqimiz hammani Xudodan, mazar mashoyiqlardan urib izlaydigan ruh chirmib olgan bo'lib, yoritish meningdan, yorilish o'zingdanni unutgan edi. Jannat qilich soyasining ostida deganni tushunganu, jannatni qandoq oldi qurishni bilmagan. Uyg'ur xalqi butunlay ana shundoq tushkun, qaloq dunyo muhitining ichida bo'lib, G'arbning yangi madaniy muvaffaqiyatlaridan faqat 19-asrning oxirlari, to'g'rirog'i 20-asrning boshlarida xabar topgan. Va bu zamon g'aflat va beparvolik zamoni emas, uyg'onish va sezgurlik zamonidir. Jahillik va nadonlik davri emas, ilm-fan davridir. Susluq va bekorlik davri emas, tirishish va g'ayrat vaqtidir. Boshqa millatlar ilm ma'rifat soyasida havoda uchib parvoz qilmoqda. Suv ostida bo'lsa, xuddi quruqlikda yurgandek erkin uzishmoqda. Biz tehi g'aflat uyqusida yotmoqdamiz. Uyqu o'limning burodiri va muqaddimasidir. Bu holatda doim uxlamoq yo'qolish va o'lim yo'lidir. Hali ham vaqt va fursat bor deb cho'qonlar soldi. 20-asrning 30-yillarga kelganda ondan bu holat o'zgarishga boshladi. Xulosa qilganda Uyg'urlar 1600-yildan 1900-yilgacha bo'lgan 300 yil jarayonida turli qismatlarga duchor bo'lgan bo'lib, madaniyatda qattiq chekinib ketgan. Burunqi jangovarligini yo'qotgan. Ammo u o'tmish. Hargizmo hozir madaniyatda olg'a bosmasligimizning sababi emas. Hozir mas'uliyatni ulardan izlash, o'z mas'uliyatini boshqalarga ishtirishdan boshqa narsa emas. Lekin tarixiy saboqlarni qabul qilishimiz, savalliklar ustidan izlanib, uni tuzishimiz lozim. Endi mana insoniyat 21-asrga o'zining turli yengiliklari bilan zamonaviylashib kirsimi, biz to'limi to'van ongda, mas va alang-salang holda ko'pimiz eshak harvisida o'ltirib kirib keldik. Biz davomliq mushundaq yursak, avlodlarimiz biz to'g'riliq nima deb yakun yozar tarix betiga? Maqola tugadi.